Keyin o'tdim bola chaqasi bilan 55 ming dollargacha qilishdi bor. Zavodda. Mana Akrom dodam maxsus choylaridan bahramand qilyaptilar bedanalarni. 65 ming desanmi? Yo'q, men ololmadim. Men kuchim yetmadi. Tovuq boqqan ham inkubatordan birini chiqaryapti, o'zi sayrog'iga tushunmaydi. 70 ming bo'ldi. Bedana sayliga ketishdan oldin mana mashinamizni yuvib olyapmiz. Kuzatib turinglar. Video tasvirimizni bu boshlanishi. Assalomu alaykum barchaga. O'sha mashhur Akrom dodamning uylariga keldik. Bedana sayli o'tkazilayotgan ekan. Dodamni olib kelgin deyishdi. Zo'r bedanalarni sayrog'ini eshitishga ketyapmiz. Assalomu alaykum dodam, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tuzukmisiz? Bardam, baxmat. Bedana oldingizmi? Hozir sayrog'i olaman. Sayrog'i olasiz? Mana dodamni xonadonlariga kiraverishdi mana bedanalar. Mana ko'ryapsizlar. Kirib kelishimizdan mana shunaqa o'zigacha to'r havolarni ko'rishingiz mumkin. Bular sayrab kayfiyatni ko'taradi. Bedanani kasali xonadonga boshlanishidan mana bedanalarni ilib qo'yganlar. Obuna bo'lib, like bosib, videoni oxirigacha ko'ring, zerikmaysiz. Mana dodam bilan bedana sayliga biz mana shuncha to'rqovoqlarni olib yo'l olyapmiz. Voy. Mana sayrayman deydimi doda? Mana kuzatib turinglar, hali qiziqarli tasvirlar oldinda. Ketdik doda. Mashina sayroqsiz. Bu sayroqsi deydilar. Mana buni ham olyapmiz. Kuzatib turinglar. Akrom dodamda zo'rlari bor. Kayfiyatni ko'taradi deb bular. Mana kuzatib turinglar. Zerikib qolmaysizlar. Biz doim qiziqarlilarni olamiz-ku. O, pastga kirib ketadi. Kichkinasini bering. Hozir keldim. G'uzordan. G'uzordanmi? Hozir keldi. G'uzordan hozir keldi deydilar. Allohu akbar. Biz yo'l oldik. Kuzatib turinglar qadrdonlar. Mana hozir yo'l-yo'lakay benzin quyib ketamiz. Shahar ko'chalarida o'sha mashhur Akrom dodam bilan birgalikda ketyapmiz. Oldin bunaqa mashinalar ko'p bo'lmagan edi, doda. Mashina kam edi. Mana hozir ikkita mashina bor. Bugun bitta 10 ta xonadonda bitta mashina bo'ladi. Bemalol yurardi hozir. Hozir ko'p mashina, tirbandlik ko'p. Antikvar mashinamizda ketyapmiz dodam bilan. Bu eski mashinalarda ham
hozir chiqayotgan mashinalarning suyagi yumshoq. Chilonzor yo'li bu. Ha, Chilonzor yo'lidamiz, doda. Doda, men sayilga birinchi marta ketishim hozir. Mana sayil manziliga yetib kelishimga oz daqiqalar qoldi. Hozir o'ng qo'lga Mevazor dahasiga kiramiz. Shu yerda choyxonada sayil bo'ladi. Bir-biri bilan insonlar ko'rishib, diydor ko'rishib, odamga g'animat bo'ladigan sayilga yetib kelyapmiz manzilga. Qanaqa qiziq bo'ladimi? Hamma yoqdan kelishgan hozir. Hozirgi davrda Qo'qon bormi, Andijon bormi, Qashqadaryo bormi, Surxondaryo bormi, Qozog'iston bormi, hamma respublikadan, oblastdan yig'ilib mana eng birinchilikni olishga hammasi harakat qiladi. Yaxshi sayro sayli bo'ladi. Shunga biz ham mana ukalarim olib kelyapti mana. Zo'rlarini olganlar mana. Akrom dodam. Hammani baxtini bersin, hammani omadini bersin. Kuzatib turinglar, qadrdonlar. Hamma bir-biridan zo'r bedanalarni olib kelishadi hozir bu yerda sayilga. Sayil bo'layotgan manzilga yetib keldik. Ha, mana sekin. Mana kirib kelyapmiz. Birin-ketinlikda o'sha mashhur Akrom dodam bilan birgalikda mana tashrif buyurdik. Assalomu alaykum. Ana bu yerda bedana ishqibozlari hamma shu yerda, qadrdonlar. O'ziga xos bir ajoyib sayil. Ko'ravering dodam. Doda yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ko'rib keldingizmi? Hormang. Keling. Sizlar charchamasdan ba'zan baqir. Mana bu Akrom dodamni Italiya bedanalari. Sayrog'ini bir eshitamiz. Ha, keling. Il bilan ilgin. Qatga ilamiz. Qatga ilamiz buni. Ilur. Ha, so'rash olaylik. Azaka. Assalomu alaykum. Alloh xotirjamlik bersin. Yurtimizga tinchlik bersin. O'tganlarga Alloh rahmat qilsin. Mana yaxshi sayillarni uyushtirdilar. Hammalar tinchlik, xotirjamlik xonadonlaringizda bo'lsin. Kelgusida Ramazon oylariga bari bitirib yetib borish nasib qilamiz. Hammani omadini bersin. El nazardan qolmaydi. Yomon ko'zdan, yomon chiqdan o'z saqlasin. Qo'shganinglar bilan qo'sha qaranglar. Xonadonlaringizda tinchlik, osoyishtalik barqaror bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtboshimiz omon bo'lsinlar. Mana har qanaqa yo'llarni ochib berdilar. Odamga imtiyozlar yaratib berdilar. Alloh palakallardan, yomon ko'zdan o'z saqlasin. Urush bo'lmasin. Allohu akbar. Assalomu alaykum. Hayrat akam ham shu yerda ekan. Telefonini ham ko'taringsiz. Shef Kirol, Hayrat akam shu yerdalar. Mana chempion Akrom dodamni bedanalarini ilyapmiz. Bismillah. Ana. Turaveradi. Italiya. Bismillah. Hani? Mana. Suvni ehtiyot qiling mana. G'ayrat akam yordamida Italiya bedanalarini ilyapmiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Mana bu yog'i sayil endi. Ubaydulla aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat sekin. Bunaqa sayilda men birinchi marta bo'lib turibman. Ha, sal kechga qolibsiz-da, Kech qoldi-ya. Zo'r paytlari o'tib ketdi. Shunaqa qimmatlari keldi o'zi ham. Bitta bedanani hozir yanglishmasam 7000 qilishdi. 7000 franklik. Ikkitasini 7000 qilishdi. Bittasini $4,500 qilishdi. Keyin o'pdim bola chaqasi bilan 55,000 $55,000gacha ham qilishdi bor. Zavodda. Shu indisga kiyina olib ketyapti bu yog'i bor. Sizlar otda yursizlar chavandoz bo'lib.
Bedanavozlar ham yomon lekin. Hamma bedana ishqibozlari shu yerda hozir. Shu yerda oshlar berildi. Sal vohli kelganinglarda mana bu yerda stol to'la edi narsalar. To'ydek o'tadi. Har safar mana keyingisiga vohliroq kelinglar. Xudo xolasa, nas. Bolalarni qiziqtirib qo'ydik, boqyapti aka. Ha. Zo'rlari bor. Hali ko'pchilik shu yerda hali ketib qo'ygani yo'q odamlar. Hali ham ana yerda naq-navolarni yo'q qilib turishdi. O'sha qiziqroq joylarni nima qilsanglar ham bo'ladi. Xudo xolasa. Mani ham ishqiboz qilishyapti. Italiya bedanalarini sayroq zo'rlarini mana shu inson menga hadya qildilar. Baraka topsin. Menga qachon? Ularga ham bitta bor. Bormayaptilar faqat. Voy, mahallamiz shunda. Bo'ldi bir ertingni. Xudo xolisa akamlarga ham bitta zo'r. Bo'ldi, ya, rahmat. Shu gapingizga ham rahmat. Xudo xolasa. Mana hozir dodamning oldiga kelganman. Bu dodam ham bedana ishqibozlari ekan. Doda qanaqa bo'lyapti bu yerda sayil? Sayil zo'r o'tyapti. Sayilga mana 200 ta ukaxonlarimiz qatnashyapti. Bedanani zo'rlari trendga chiqqan. Mirzohidjon, Abdullajon, Saydallo bedanalari sayrab turibdi. Bebaho bedanalar, Italiya bedanalari. Bu bedana kimda hozir qatti bilan zo'rlar. zo'rlari mana Mirzohid, Saydallo, Azim, Azamda. Oh, nech pulgacha bu yerda bahosi nech pulgacha bo'ldi aka? Mana ukaxonimiz Sadilla. O'sha bolani gapirdi. Mana ukaxonimiz Sadilla Kupi Pradajda birinchi o'rinda turadi. Bedanani arzon qilib olgan ukaxonimiz Sadilla bo'ladi. Ha, tanishib olinglar. U ukaxonimiz sotishda birinchi o'rinda turadi. Keladi-yu, ko'p optim urib yuboradi gumbillatib. Optimi nech pul bo'lyapti bahosi eng zo'rlari? Optim ol. Zo'rlarini endi aytmaymiz. Bunda eshitgan o'ziga quloq yoqqanda 600 mingdan olib ketishyapti. 600 mingdan, ha? Jo'jalari ekan. 600 mingdan 10 ming dollargacha bor ekan hozirga. 10 ming dollargacha bor bedana. Ana. 10 ming dollargacha bedana bor deydilar odam. Boya men aytdim-ku. Xo'roz boqqan, tovuq boqqan ham inkubatordan bedana chiqaryapti, o'zi sayrog'iga tushunmaydi. Ana. Gumbillat sotyapti. O'tganlar ham bedana boqyapti. Ha, ana. Shuni ham ayting. Endi bu yoshlarimiz umri uzoq bo'lsin, tani sog' bo'lsin. Bedanaga ishqibozchilik juda zo'r bo'lyapti. Negaki bedana boqsa miya asablar joyiga tushadi. Buni eshitgandan keyin asablar nervus uspokaychi bu bedana. Professor keldi, professor. Ana, asablaringiz o'ziga keladi. Xotirjam bo'lasiz deydilar odam. Sizga ham tavsiya qilamiz bedana Nervus boqishni. uspokaychi. Ana. Mana Abdullajon necha yildan beri sava, tuti bulbul boqqan bola bedanaga o'tib oldi. Mana Mirzohid bor. Boshlagan Saydallo bor. Ey qizig'ini aytaymi, dodam o'zlari ham boqyaptilar hozir, o'z blogeri ham. Hadya qilishdi. Salomat bo'l. Hadya qilishdimi? Menga hali bermadi. Akamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, iymonga boy bo'linglar. Yoshlarimiz, havaskorlar, bedana ishqibozlari ko'payaversin. Bedana boqish aybi yo'q. Ha, boqib, sayratib yursa, biz xursand bo'lamiz. Qancha yoshlar ko'paysa, juda xursand bo'lamiz. To'ylaringga yetsak, borib qo'ydan osh yeb, duo qilish menga ham nasib qilsin. Alloh akbar. Alloh akbar. Bedanani zo'rlarini boqqan sudya. Sudya. Qo'qondanmisiz? Men O'rta Osiyo odamman. Ana. Assalomu alaykum. Ko'p savolim bor. Rahmat aka. Sayroqi bedana ishqibozlari kompaniyasiga. Rahmat. Birinchi marta bu yerda mehmon bo'lib turibmiz. Bu yerdagilar haqiqiy ishqiboz. Hammasi. Ha, gap so'z yo'q, haqiqiy ishqibozlar yig'ilgan. Mana bu 2026-yilda birinchi sayli eng zo'r bedanalar chiqqan, haqiqatda zo'r bedanalar chiqqan. Yana bundan ham zo'rlari bor. Xudo xolasa mana katta sayillar bo'ladi-yu. Xudo xolasa sizni taklif qilamiz. Nasib. O'rtada o'zimiz kaminay kamtarim bo'ladi. Sudya. A'zolardan birimiz. Xudo xolasa chiroyli qilib o'tkazamiz. Xudo xolasa. Lekin buni eshitgan odam mana charchog'i haqiqatda yoziladi. Yoziladi.
haqiqiy ishqiboz odam, misol mana uzoq 1000 kilometr, misol uzoq yerdan kelib bir o'tirasiz-ku, o'tirib bir piyola choyni tagida ichsangiz, u hordiq boshqacha. Maraqasiz, U lekin tushungan odamga. Ha tushunmagan odamga bu sayraveradi deydi-da. Lekin haqiqiy ishqiboz tushungan odamga bu boshqacha bo'ladi. Kayfi boshqacha bo'ladi. Shuning uchun mana shu yerda yig'ilgan butun O'rta Osiyodan kelgan bu yerda hozir mana Qozog'istondan, Qirg'iziston va Tojikistondan, O'zbekistondan hamma viloyatlardan kelgan mehmonlar bor bu yerda. Eng ashaddiy ishqibozlar. Ilgari mana 2 yil bo'ldi Azizbek, mana 2 yil bo'ldi O'zbekistonga birinchi bo'lib kelganda biz ishonmaganmiz buni. Hozirgi paytda lekin biz Italiyada bunaqa sayrolarni eshitmayapmiz. Haqiqatda mana Italiyadan chiqqan mana sayrayotgan bedanalar ichida bunaqa sayrolar yo'q. Yo'q, ha? Yo'q, lekin Xudoga shukr mana O'zbekiston bo'yicha mana shu ishqibozlar ko'paytirib, zotini ushab ko'paytirishdi, lekin zo'r narsalar haqiqatda chiqib kelyapti hozir. Murakkabligi yo'q, ko'paytirish. Yo'q, murakkabligi bor. Bunda ko'proq qonga tushish kerak. Misol zotini to'g'rilab ursangiz, shunda yaxshi narsalar chiqadi. Agar zoti buzilib ketsa, unda yaxshi narsa chiqmaydi. Ola olmaysiz. Shuning uchun misol qarab, qaysi bedana qaysiga qo'shish kerak. Buni ham baribir o'ziga yarasha ilmi bor. To'g'ri, gap ochiq, mehnati bor, o'ziga yarasha mashaqqati bor. Misol ikkita bedanani olib kelib bir-biriga qo'shsangiz, bu narsa chiqmaydi. Misol mana sayro mana shu bedanani misol mana $5000 qilishyapti. Bu nimaga $5000? Buni zoti uchun birinchidan, zoti. Misol mana shu bedanaga zo'r makiyonni qo'shsangiz, yaxshi makiyonni qo'shsangiz, yaxshi narsalar chiqadi. Kuzatishda davom etinglar, qadrdonlar. Tasvirimiz hali oldinda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu ukamga like bosishni unutmanglar avvalambor. Albatta. Bir pas yo'l ketmaydi bu. O'zimiz. Hisob qilinglar aka. Ko'rsa Yusuf chal bitta narsani yuryapti, sen ham yurgin. Men ham yurmayman, 95 mingga qo'ymadim aka. Yopishib qoladi. Yursang ishing bitadi, yurmasang bitmaydi. Yur, sen ham yur. Mingsim kam bera qolasiz. Yo'q, qanaqa mingsim, qo'lmida. Kelishtirib bo'lmasa yo'q. Kelishtirib qo'ying keling. Bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa yo'q. 70 ming bo'ldi. Ber mana. Yo'q, yomon qilmadi. 10 ming chiqyapti bittada. Tushuning, men ham mehnat qilganman. Yo'q, aya qara, 70 ming yetib o'tgan ol bo'ldi. Tamommi? Gap so'z bo'lishi mumkin. Olib, foydalanib rezultat ko'rdingiz aka. Rahmat. Menga hozircha 1100 bo'ldi, mendan 100 chiqqan gap 70 ming bo'lsa o'tdi dedim. 70 ming bo'lsa o'tdi men. Yo'q, ularga to'g'ri kelmaydi. Majalar ichida ham so'rayapti. Yo'q, cho'monman, gap so'z yo'q, meni mehnatim bor aka. Yig'ib olish o'zini yana 70 ming dollar. Nasib qilgani bo'ladi. Ol bitta ol, jala bitta pulni ol. Bebayag'ani. Ben yaqinga kelib qo'shdi 10 ming dollar. Vallahi gap so'z yo'q. Harakat toping. Ularga bermayman. Ishga so'rab olsam. Bizga de pullar var. Yo'q, o'zim maydalab so'radim. Nima qiynalar? Men yaxshi narsani xaridor olib ketdi. Xursandchilik bilan bo'ladi. Yo'q, foydasi yo'q. 90 ming sigara, xursand bo'lib oling, oranmasdan oling. Mana Manamchi, eshitdingiz, sizga addushi pulsani beryapman 70 ming. Gap so'z bo'lishi mumkin emas aka. 70 ming ham kichkina pul emas. Lekin orinmang, mana ham sizdan olinglar, baraka topinglar. Bunaqa 70 ming frank. Yoki bera olmayman, to'g'ri. Rahmat. Nima ular yurasam? Malakasini Mana guvohi bo'ldik, 1000 ta bedanani 70 ming dollarga akamiz sotmadilar. Astoydil 90 ming dollar bo'lsa sotar ekanlar. Hozir men eshitdim bu gapni. Hammasi hisob bilan bo'ladi. Agar hisobiga to'g'ri kelsa, bersa, qancha olib bersa. Joningiz sog'. Joningiz sog'. Endi shu qadriga yetyaptiki, narxi chiqyapti.
aka 60 ming dollar yig'ib olish uka juda katta pul. Bo'rishida ikkita 10 ta sotib otangga rahmat. Juda katta pul. Lekin donasiga hisoblaganda buni mehnati bor. U mehnatini pulini so'raydi. ey soti aka mana yosh sportdan aka qarang 60 ming dollar pulni sizni ham istab qo'yamiz. Istab qo'yamiz. Allohga tavakkal olma. Allohga tavakkal 60 ming dollar pul. Mana shu odamni hurmati 5 ming mendan so'ramay qo'shib yuboringlar. Ya, dayaqara to'g'ri. Mana ko'rib turibsizlar, Italiya bedanasini savdosi ketyapti. Mana shuni shu yerga qo'yib qo'ying. Nega 60 ming baraka? Ey, yomon pul qilmading. Unaqa to'g'ri kelsa boya sotardim, uyimda sotardim. Aka, ularga to'g'ri kelganda 5 ming Yo, burası o'ylab ko'raman degancha mendan so'ramay qo'shib yuboradi. 5 ming bir isbot ikkitasini. Ha, men ukamni yoqdi. Shu bilan Uydan tozalab olib chiqib ketaman deyapsiz. Aka, 1200 ta 1100 ta qush so'rayapsiz-da. men 60 mingni uni topish hali maydalar sotib topguncha ancha. Yo'q, Yo'q, oladi. Qo'l Tavakkal quruq olma. sizniki, qo'l quruq Shunaqa sizniki. bo'l. 60 ta baraka topsangiz. Tavakkal bo'l. Soting buni. Barakasini bersin. Bundan kamiga sotmaysiz. 65 mingga berasanmi? Yo'q, men ololmadim. Men tushib yetmadi. Bo'ldi. To'g'riga sotaman. Bo'l, ikkitasini berasizmi boyga? 7 ming bo'lsa sotaman. 7 ming bo'lsa. 5,5 ming berasanmi? Yo'q. Olaylik o'shani qayerda ham ikkitasini. O'ylab ko'ringlar. Vobshe qattim bo'lar ekan. Ikkitasini necha pul sotmadingiz? 7 ming franklinga mana savdosi bo'lmadi. Bitmadi qadrdonlar. 2024-yil birinchilardan bo'lib Italiya bedanasini O'zbekistonga olib kelgan, ya'ni u akamiz bilan qisqacha suhbat o'tkazamiz. Aka, hammasi qanaqa bo'lgan? Assalomu alaykum. Endi bu avvalambor biz shu payt internetdan eshitib ishqiboz bo'lganmiz. Aha. Endi yaxshi niyat qilganmiz. Yaxshi insonlar yordam bergan. O'shanda birinchi partiya 6 ta kelgan. Bu yoqdan. Bu yoqdan. Keyingi partiyasi 12 ta kelgan. Qanaqa bo'lgan buni olib kelish jarayoni? Endi bizga olib kelib berishgan. Biz mana shu Toshkentda qabul qilib olganmiz. Qabul qilib Ha, olgansiz. uni endi misol uchun mana shu qushchi yo'nalishida ishlaydigan okalar o'sha xat hujjatini qilib olib kelingan. Aeroportda olib kelingan. Sir bo'lmasa necha pul bo'lgan buni bahosi? Endi biz o'sha paytda 1,5 mingdan shu 2 mingga yaqin olgan. Endi uni ham mana shu baribir sayroqga qarab olganmiz. Sayroqga qarab Eshitib, endi onlayn ko'rishib, gaplashib, shunaqa qilib olganmiz. Ana bo'lmasa Shunda mana shu birinchi, mana 24-yilda Toshkentga kirib kelgan Italiya birinchi partiyasini Akmalxon hoji olganlar. o'zlari. Ha, keyin bizni o'zi men Aziz bilan bizaniki 18 ta bo'lgan. Ko'paytirishga olib kelib, Birinchilardan ko'paytirgan biz ham bo'lamiz-da o'zi. Mana Birinchi ko'rishinglar Italiyani- mumkin. Makonini olib keltirib, o'zi Italiya ochirish Toshkent, O'zbekiston bo'yicha birinchi mana shu ukamning boshchiligida o'zi tepasida turib ochirgan. Yo'q. Keyin o'sha Ha, sekin-sekinlikda ko'payib boshladi. qish paytida 45 kunlik jo'ja sayragan. Oh, Uni videolari ham bor. Bu ukamda sensatsiya bo'lgan. O'zani O'zbekistonda, o'zani sharoitda ochilgan bedana sayragan. Mana alhamdulillah butun O'zbekiston hozir Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston hamma yoqqa mana tarqadi. Lekin bu 10 yil, 20 yillik narsa emas. Bu 1000 yillik narsalar. Mana Shunga insonlarni 1000 yildan beri insonlar eshitgan buni. Misol uchun savani ishqozi boshqa, bulbulliki boshqa. Ular sezonida. Bu yil 12 oy eshitiladigan narsa. sayraveradi. Ha. Alloh shunaqa yaratganda bir-biridan o'tadi. Tushunasizmi? Oldin bunaqa narsani eshitish noyob bo'lgan. Agar bitta-bittani uyida bedana chiqib qolsa, mana shu ustozlarning gapi, o'sha mesniylar. Odamlar borib, qaymoq, 4 ta shashlik qilib borib, qo'yib, yeb, ichib eshitishgan. Bedanani Ha, kayfi boshqa. noyob bo'lganda shunchalik. Endi mana Allohning rahmati shunaqa ekan, yurtimiz shunchalik tinchligida qarayman, hozir mana shu o'zida kamida 150 ta bedana. Insonlar ham ko'p, ishqibozlarni qarang. Ishqoz ham ko'p. Men anita kompyuterda 24 soat o'tirmayaptim, mana bu yoqqa kelib eshitib maza qilyapti. Mana Akrom dodam maxsus choylaridan bahramand qilyaptilar bedanalarini. Ushalgan bedana mana agar inonsanglar. Bugun ushalgan.
Bugun ushalganmi doda? Bugun Xudodan ushlab soat 5:da 5:30da sanki mashinadan oldin keldi-da. Mana ko'rishinglar mumkin. Nima sabab uchib ketmayapti bu doda? Endi dam topib qo'ydim u. Ana, dam solib qo'yganman deydilar. Shunaqa ajoyib, noyob bedanalar Akrom dodamda bo'ladi. Yemaydi bu hali. Ha? Tariq ham yemaydi. Tariq ham yemaydimi? Yengi-yu. Nima yeydi bu? Endi o'rgatyapman u. Endi. Mana ozgina non yediraman. Salomat bo'linglar, umringlar Eshitdingizmi? Alloh xo'p. Bola chaqanglarni rohatini ko'ringlar. Akrom akamni ham umrlari Alloh xo'p. tanlar sog' bo'lsin. Mana shunaqa Instagramlar xursandchilikda yuraversin. Allohu akbar. Uzoq umr ko'rib. Qarang. Qo'shganingiz bilan qo'sha qaring. Hozir Bolalarga to'xtanglar. bosh bo'ling. Navara, chavara, Doda, to'yini ko'ring. doda, ikkalanglar yonma-yon o'tirib, bitta esdaligiga bitta nimadir bir hangoma qilib beringlar. Mana hozir saylga yig'ilgan ekanmiz-da, echki odamlardan 3-4 ta odam qoldi u. Ha. Hammani eslab bir-birini diydor g'animat ko'rishib, bir-biriga To'xtab turing, to'xtab Odam- turing. Fahmi labingiz masjidni artib tashlaydi. Bo'ldi. odamga g'animat bo'ladi. Eng yaxshisi salom alaykum qoladi. Ha. Xonadonlarda tinchlik, osoyishtalik, barqarorlik bo'lsin. Hamma topgani yaxshi to'ylarga buyursin. O'lim ko'rmaylu, g'am ko'rmaylu. Tashvish ko'rmaylu. Oqibat silay rahim, qarindosh rishtalari qolib ketmasin. Hamma topgani yaxshi to'ylarga buyursin. Yurtimizga tinchlik bersin, samoviy, aroziy, baloyi qazodan o'zi asrasin. Allohu. Hamma topgani yaxshi to'ylarga buyursin. El nazardan qolmanglar. Qo'shganinglardan qo'sha qaranglar. Kelgusida Ramazon oylariga bag'ri butiringlar, yetib borish nasibi ro'za aylaganmiz. Mana yurtboshimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz imtiyozlarni hammaga barobar berib, mana sayillarga qatnashib, sayillarni ko'rib, el nazardan qolmasin. Allohumma salli va sallim barakalay rahmatga yo Alloh. Rahmat, salomat bo'linglar. Bo'pti, Mayli, doda. rahmatiga o'ting-ku, oshqi beraman u. Rahmat, rahmat. O'ting. Bobur yaxshimi, Bobur? Bobur ancha tuzu, ancha Yaxshi. yaxshi. Salom deb qo'ying. Buni oldi, Bobur buni oldi turadi. Yaxshi yetib olinglar, salomat bo'linglar. Akmal Turdiyev. Yo'q, bitta ko'cha berdi. Bu yo'qmi? Ha. Ha. Tugatib yuboramiz. Mana bedana sayilgohi o'z nihoyasiga yetdi. Bir-biridan qimmat, ohangi zo'r bedanalar mana bu yerga kelgan. Yusuf akam $70,000 bedanalarini sotmadilar. Qiziqarli video tasvirlar Chorva Mixda. Bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lishni unutmang.